Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Sardorbek o'quvchimizga darsdan tashqari tabla chalishni ham o'rgatyapmiz. Bitta mutaxassislik bilan, bitta asbob bilan cheklanib qolmadik. Mana bu o'quvchimiz gitara o'rganyapti. Hali 15 kun bo'ldi kelganlariga. Chiqib o'rganishlari yaxshi. Sardorbek uyga asfan chalamiz. Shoshilmasdan. Tirab, pattab. Ana endi to'xta. Hozir shuni tirab, pattab, tirab, pattab qilasan. Endi keyin tirab, pattab. Tushuningmi? Yana ketdik. Endi usul berib shoshilmasdan. Bu yoq ko'payib ketdi. Qara. Qara. Bumkabakka, tirab, bumkabak. Keyin tushundingmi? Undan keyin tirab, bumkabak. Tushundingmi? Day ketdi. Tirab, bumkabak. Yo'q, keyingisini chal. Yo'q, yana. O'shanday bo'ladi. Tushundingmi?